boshladik. G'orda yashash odamlarni qoniqtirmay qo'ygan va ular o'z hayotini yanada qulayroq qilish imkoniyatlarini izlay boshlaganlaridan beri bu savol insoniyatga tinchlik bermaydi. Qaysi savol haqida gap bo'lyapti? Mavzumizni nomi nega hamma muvaffaqiyatga erishmaydi degan savolga hamma javob qidirar ekan. Inson g'orda yashagandan biri qidiradi deyapti. Tushunyapsizlarmi? Rostdan ham nega siz hamma qatori ishlaysiz, siz hamma qatori o'qiysiz, lekin siz omadli yoki omadli bilan muvaffaqiyatlining farqi bor, adashtirib olmanglar. Nega siz muvaffaqiyatli emassiz? Xo'p, shu savolga bugun javob topar ekanmiz. Ehtimol omad va omadsizliklarning xususiyatlarini qiyoslash ushbu savolga javob bera olar. Muvaffaqiyatga erishayotgan odam aynan nimani istayotganini aniq biladi. Tushunyapsizlar? Demak, muvaffaqiyatga erishayotgan odam nima istayotganini o'zi bilar ekan. U o'zining maqsadiga yetish jarayonini rejalashtiradi. Unga yetishishdagi imkoniyatlariga ishonadi. O'ylaganlarini amalga oshirish uchun iloji boricha ko'proq vaqt ajratadi. Tushundinglar? Hozir endi omadsiz odam haqida gaplashamiz. Birinchi buni bilib olinglar yaxshilab. Demak, qaranglar, siz nima uchun muvaffaqiyatga erishmayapsiz? Chunki siz agar nima istayotganingizni aniq bilmasangiz, o'shanda muvaffaqiyatga erisha olmas ekansiz. Maqsadingizni rejasini tuzmasangiz, muvaffaqiyatga erisha olmas ekansiz. O'ylaganlarni amalga oshirish uchun ko'proq vaqt ajratmasangiz, demak siz muvaffaqiyatga erishmas ekansiz. Endi o'zinglarni shu yerdan bilib olavering, nima uchun ishinglar yurishmayapti. Omadsiz odam esa boshqalar omadi chopganligi qo'shtirnoq ichida tufayligina muvaffaqiyatga erishadi deb o'ylaydi va hayotda o'zining aniq maqsadiga ega bo'lmaydi. U faqat sharoit majbur qilgandagina biror bir tashabbusni namoyon qilishi mumkin. Ya'ni ochidan o'lmasligi uchun nimadir ish qilib qo'yadi. Ya'ni qora qozon qaynashi uchun ishlaydi va yashaydi ular. Muvaffaqiyatsiz insonlar. Ya'ni qonni to'ysa bo'ldi, bugungi kuni o'tsa bo'ldi, bugun boshpanasi bo'lsa bo'ldi, shuni o'zi yetadi. O'zimni qiynab o'tiramanmi deydi-de, bekorchiga Instagramni listat qilib o'tiraveradi. Ammo muvaffaqiyatli inson esa faqat qorni to'ysa, eni but bo'lsa bo'ldi emas. Yana katta maqsadlarini amalga oshirishni plan qiladi, yozadi, daftar chizadi. Tushunyapsizlarmi? Mana shu tarzda ishlaydi deyapti. Omadsizlar esa xuddi boshqalarga omad kulib boqdi bunga deb o'ylaydi deyapti. Aslida omad kulib boqqan emas, u muvaffaqiyatli, ya'ni muvaffaqiyatga o'z mehnati bilan erishgan inson hisoblanadi. Endi ishlari muvaffaqiyatli ketayotgan odamni o'z rejalari va maqsadini amalga oshirish uchun xaridorlarni jalb eta oladigan yuqori toifali sotuvchiga qiyoslash mumkin. Omadsiz odam boshqalarning faqat kamchiliklarini ko'radi va o'zini shunday tutadiki, uning salbiy munosabati atrofdagilarga ham oshkor bo'lib qoladi. Shu joyda e'tibor berdinglarmi? Omadsizlar boshqalarning kamchiligini ko'radi deyapti. Anoti aniqqa bo'lib qopti, manoti manaqa bo'lib qopti. Butini yaxshi. O'zi 99% zo'r qilingan narsani bir dona nimadir minusini topib oladi, ana o'shani neto tarafini povlaydi. Omadsiz odamlar shunaqa bo'ladi. Ishlari muvaffaqiyatli ketayotgan odam biror narsani gapirishdan oldin uni aql tarozisida tortib ko'radi. U odamlar bilan muloqotga kirisharkan, o'zining har bir so'zini puxta o'ylab ko'radi. Yoqtirishini ko'rsatish uchun
ijobiy jihatlarga ko'proq urg'u beradi, noroziligini iloji boricha kamaytiradi yoki umuman diqqatini qaratmaydi. Ko'rdinglarmi? Demak, omadli insonni belgilari u pozitiv bo'ladi va kamchilik taraflarini kamroq ko'radi. Omadsiz odam esa faqat negativni ko'radi. Yig'inga borsa ham oldiga 100 xil go'shtli taom tortib qo'ygan bo'lsa, bitta choy vaqtida kelmasa, voy choy olib keluvchilari yo'q ekan, choyiga qaraydigan odam yo'q ekan deb gapirib ketadi. Mana bu odamlar omadsiz insonlar hisoblanadi. Shuning uchun uni hech qachonda kosasi oqarmaydi, omadi kelmaydi. Ishi yurishib ketayotgan odam birovlarni g'iybat qilishga, uni kamchiligini qidirishga vaqti yo'q. U aytadi, ishda bo'ladi deydi. Bo'lib turadi deydi. Va o'sha joyga e'tibor qaratmaydi. Ishlari muvaffaqiyatli ketayotgan odam biror narsa haqidagi fikrini faqat muammoni puxta o'rganib chiqqandan so'nggina bildiradi. Omadsiz esa muammoning mag'zini chaqib ham o'tirmaydi, ko'pincha yetarli ma'lumotga ham ega bo'lmaydi. Tushundingizmi farqini? Ya'ni bu yerda aytyaptiki, ishlari muvaffaqiyatli ketayotgan odam nimadir haqida fikr bildiring deb so'rasa, kimdir iltimos qilsa, u prosta tak fikr bildirib yuborolmaydi deyapti. U avval o'sha ma'lumotni o'rganib chiqar ekan, yaxshilab puxta o'rganib chiqar ekanda, undan keyin fikr bildirar ekan. Shartta ko'rib, voy antimanaqa ekan, mantimanaqa ekan demaydi deyapti. Omadsiz esa mana oldida reels chiqib qolsa ham, u gapi nimadaligini bilmaydi-da, shartta o'tirib kommentga neto narsalarni yozib ketaveradi. Ya'ni hali u suhbatni oxirigacha eshitmaydi ham. Mana muammoni mag'zini chaqib ham o'tirmaydi. Yetarli ma'lumotga ham ega bo'lmasdan fikr bildiradi deyapti omadsiz odam. O'shuning uchun omadsiz bo'lib qolganda. Ishlari muvaffaqiyatli ketayotgan odam boshqalar, ayniqsa, voy telefon bo'lyapti. Kim ekan? Hozir oling. Alo. Assalomu alaykum. Telegramdan yozib boring, mana shu nomer saqlanib qilib, biz efirda edik. Efirga kiring agar Telegramda bo'lsangiz. Xo'p. Ha. Hozir anaqa telefon bo'lib qoldi. Yaxshimi Instagram ovozi yaxshimi? Endi yaxshi bo'ldimi? Bitta telefon bo'lsa, sразу o'ziga kelmaydi-da, shu anaqa. Endi yaxshimi Instagram? Voy bo, endi ovoz uzilib qoldi deb yozaveradi bu. Instagram. Ovoz yaxshilandimi? Ovoz yaxshilandimi? Shu efir paytda telefon bo'ladi. Boshqa payt bo'lmaydi. O'chirib chiqamiz endi. Boshqatdan o'ylaymiz endi. Instagram sizlarda yaxshimi? Mana shunaqa qilib belgi tepishadi-da, telefon qilib. Davom etamiz hozir. Sizlarda yaxshimi? Telegram yozinglar. O'rtoqlar, biz qaytdik. Xo'sh, telefon bo'lsa shunaqa uzilib qoladi. Telefonni tag'in ham bosib qo'ydim. Davom etamiz endi, hamma kirsin. Telegram sizlarda yaxshimi? Bir og'iz bir narsa deb olinglar-ey. Ne gapirmaysizlar-ey?
Assalomu alaykum Gulnor opa, tuzukmisiz? Yaxshi, bizada zo'r связь. Ha, bo'ldi. Ha, bo'ldi. O'rtoqlar telefon bo'lib qoldi boya. Telefonni bosib qo'ysam ham baribir уже связи aloqasi deyishadi-da baribir ham. Kecha shunaqa bo'ldi. Если что, Telegram kanalimizga o'tib olinglar, o'rtoq anaqalar, Instagramchilar, xonimlar va janoblar Instagramdagi. Telegram kanalimizni silkasi istoriyada turibdi. O'tib olinglar. Biz kecha birinchi qismini o'tganmiz bu kitobni. Birinchi qismi ham turibdi zapisi Telegramda, Instagramdan olib tashladim. Instagramda chunki efirni qoldirmayman. Telegramda turadi. O'shuning uchun Telegramga o'tinglar. Ulanib olinglar o'rtoqlar. Kim bizda yangi kirgan bo'lsa, biz har kuni mana shu kitobni o'qiyapmiz, tahlil qilyapmiz birgalikda va bizda juda ham ko'p foydali bepul efirlar, meditatsiyalar bor. Kanalimizga tez o'tib olinglar. Kanalimiz silkasi istoriyada turibdi. Keyin efirni yana o'chirib tashlayman men bu yerdan. Так что ogohlantirdim sizlarni. Davom etamiz. Demak, ishlari muvaffaqiyatli ketayotgan odam biror narsani gapirishdan oldin uni aql tarozisida tortib ko'radi. U odamlar bilan muloqotga kirisharkan o'zining har bir so'zini puxta o'ylab ko'radi. Yoqtirishini ko'rsatish uchun ijobiy jihatlariga ko'proq urg'u beradi. Noroziligini iloji boricha kamaytiradi yoki umuman diqqatini qaratmaydi. Tushundinglarmi? Mana shu joyini yaxshilab e'tibor beringlar. Aytyaptiki, ishlari muvaffaqiyatli ketayotgan odam gapirishdan oldin o'ylaydi, deyapti. Shart etib gapiravermaydi, deyapti. Odamlar bilan muloqotga kirisharkan o'zining har bir so'zini puxta o'ylaydi, deyapti. Yaxshi bo'lsa, unga yoqqan bo'lsa, u o'sha yoqqanligini aytadi, deyapti. Urg'u beradi, deyapti. Noroziligini iloji boricha kamaytiradi, etmaydi, deyapti. Ya'ni negativ bildiravermaydi hadeb qaqqa borsa, deyapti. Diqqatini yomon narsalarga, hadeb negativlarga qaratavermaydi, deyapti. Tushundinglar? Mana siz o'zingizni aniqlab, tahlil qilib o'tiring. Siz omadliga kirasizmi, omadsizgami? Siz muvaffaqiyatli insonga kirasizmi, muvaffaqiyatsizgami? Chunki omadsiz degan so'zlarga insonlar boshqacha ko'z bilan qaraydi. Go'yoki omadli degani bu oyog'ini osmondan uzatib tushgan odamni omadli deb o'ylaydi. Aslida omadli inson o'zini ustida ishlab muvaffaqiyatga erishgan inson hisoblanadi. Osmondan faqat etib omad kelib qolishi kamdan kam bo'ladi. Aslida uni ham tagida mehnat qilgan joylaringiz qatidadir, mehnat qilganlaringiz yotadi. Masalan, siz qaysidir o'yinda tap etib telefon yutib oldingiz. Mana men bir kuni gif qiladigan blogerlar bor. Gif qiladi-da, masalan, kimlardir 10 marta o'ynasa ham yutmaydi. Kimdir bitta o'ynasa ham yutadi. iPhone 17 yutib olibdi bitta qiz. O'sha qiz bilan men gaplashib qoldim. Bitta kursda borib qoldik treningga. Men dedi Chechenkadan giftda 17 Pro Max yutib oldim dedi. Keyin istoriyasiga kirsam, Chechenka berayotgani, yutib olganini ko'rsatgan ekanda. Istoriyada aytayotdiki, bu qiz voy, telefonim qotib qoluvdi, ishlamay qoluvdi. Yangi telefon olishim kerak deb rosa xohlavdim. Va ayniqsa men yutib olishni juda xohlavdim, deyapti-da. Ya'niki bu yerda bu o'tirib yozgan ekan. O'sha telefonni yozib, kerakligini aytib, maqsadlariga qo'yib, nimadir harakatlar qilgan. Tushunyapsizlarmi? Giftda omadlilar yutadi, to'g'ri. Lekin bundoq o'shalar bilan ko'rishsangiz, gaplashsangiz, ular ham aslida nimadir qilgan bo'lib chiqadi. Men sizlarga shuni aytib bermoqchiman. Ya'ni u qiz rosa telefon kerak bo'lgani uchun, muhtoj bo'lgani uchun Xudodan so'ragan ekan. Telefonlar qotib qolgan ekan. Eski telefonda yurgan ekan, Dranduli telefonda. Ana o'sha odamga telefon buyurgan. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni bu yoqdan ko'rgan odam voy omadli ekan, meni omadim chiqmadi deb o'ylaydi. Lekin omad ham kelishi uchun siz nimadir qilgan bo'lishingiz kerak. Xudodan yaxshilab so'ragan bo'lishingiz kerak, daftarga yozib qo'ygan bo'lishingiz kerak.
maqsadlaringizga kiritib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Nimadir harakat qilgan bo'lishingiz kerak. Tushuntira oldimmi? Faq etib ko'rinib yutib qolgan odam ham aslida bekorga bo'lmagan bo'ladi. Men buni judayam ko'p analiz qilganman. Shunaqa odamlar bilan ko'rishganman. Poylaganman orqasini. Qanaqa bu qaysi koinot qonuni bilan bu uchrashdi? Nimaga shuncha odam mana mashinalar yutgan, qaysidir anaqada sariq bola gifida. Nimaga palonlar ham o'ynadi, ular yutmadi, bu yutdi. Men juda ko'p surishtirganman. Qaysidir pul qonunlarini ular to'g'ri qilgan. Yoki xayr ehsonni joyida qilib qo'ygan bo'ladi, Xudo unga ham ol qilim degisi keladi, yoki adamga shu mashinani yutib olsam, adamga beraman, yoki adamga mashina sovg'a qilaman deb niyat qilib yurgan bo'ladi, yoki umraga onamni olib borsamidi, lekin pulim yo'q deb niyat qilgan bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Nimadir qilgan u odam. Siz o'ylamaysiz, paq etib yutib oldi degani u rostdan omad ekan. Yo'q. O'sha omadni Alloh beradi sizga. Nimadir qilib qo'ygan bo'lsangiz. Tushundinglar? Prosta tak hech kimga hech narsa yo'q. Prosta takka berilmaydi. Sizga prosta tak ko'rinaveradi, lekin prosta tak emas aslida u. Tushunyapsizlarmi? Davom etamiz. Tushungan bo'lsanglar, tushundik deb yozib turinglar. Sizlar Telegram kanaliga guruhga yozib turinglar, sizlar Instagramga yozib turinglar. Yurakchalar jo'natib turinglar. Motivatsiya bo'ladi. Endi to'g'ri, men ota-onam hajga yuborish uchun yuborishsalik qilib yuborganman. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz. Ishlari muvaffaqiyatli ketayotgan odam biror narsa haqida fikrini faqat muammoni, buni o'qidik. Ishlari muvaffaqiyatli ketayotgan odam boshqalar, ayniqsa ko'p taraflama, o'ziga o'xshaydigan insonlarga nisbatan xayrixohlik bilan yondashadi. Ular bilan do'stona aloqa o'rnatishga harakat qiladi. Demak, ish yurishib yurgan odamlar o'ziga o'xshagan omadli, o'sha ish yurishayotgan, mehnat qilayotgan odamlar bilan ham munosabati yaxshi bo'ladi, deyapti. Xayrixoh bilan qaraydi. Yomon ko'z bilan, voy, mendan o'sib ketyapti, zo'r bo'lib ketyapti degan ko'z bilan qaramaydi, deyapti. Ularga ham voy, malades, mana buni epladi bu deb xayrixohlik ko'zi bilan, havas ko'zi bilan qaraydi, deyapti. Omadli insonlar, muvaffaqiyatli insonlar. Omadsiz odam esa faqatgina o'ziga foydasi tegishi mumkin bo'lgan odamlar bilan tanish-bilishchilikni yo'lga qo'yishga urinadi. Ana. Tushundinglarmi? O'zinglarni taroziga solib, ana qilinglar. Nima edi? Analiz sintez qilib o'tiringlar. Demak, faqat ishi tushgandagina kim bilandir munosabat qiladigan odam bu omadsiz odamni belgisi hisoblanadi. Ya'ni u o'shanaqa faqat foyda ko'zlar inson bo'lgani uchun uni ishlari yurishmaydi deb tushuninglar. Tushundinglarmi? Ya'ni koinotga cheksiz mehr-muhabbat bilan qaraydigan, hammaga yaxshilik istaydigan, hammaga qo'li ochiq inson muvaffaqiyati tez bo'ladi, deyapti. Faqatgina meni foydam tegib qolmasin, mendan ketib qolmasin, mendan foydalanib olmasin deb faqat o'zingizni ishingizni bitirish bilan ovora bo'libgina do'stona bo'lsangiz, bir xilla bo'ladi-yu. Boylar bilan yaltoqlanib o'rtoq bo'ladi. Boylar bilan faqat ishi tushsagina o'shalar bilan o'rtoq. Ya'ni ishi tushishi uchun. Kambag'allar bilan o'rtoq emas. Mana bular omadsiz insonlar hisoblanadi. O'shaning uchun omadsiz bo'lib qoladi oxirida. Keyingisi. Ishlari muvaffaqiyatli ketayotgan odam samimiy va sabr-toqatli bo'ladi. Omadsiz odam esa atrofdagilardan ajralib qoladi, sabrsiz bo'ladi. Maqbul vaziyat va do'stona ko'makdan foydalanish imkoniyatidan o'zini mahrum qiladi. Demak, ishlari joyida bo'layotgan odam samimiy,
qanoatli inson bo'larkan. Omadsiz esa sabrsiz bo'larkan. Hammadan ajralib qolarkan. Ishlari muvaffaqiyatli ketayotgan odam hayotdan ortda qolmaydi. Nafaqat o'z biznesi, kasbi yoki atrofidagi, balkim butun dunyoda yuz berayotgan voqealarga g'oyatda qiziqadi. Tushundinglar-a? U muvaffaqiyatli insonlar hozirgi jamiyatda bo'layotgan yangiliklardan ham xabardor bo'lib turadi. Dunyo voqealariga qiziqadi, deyapti. Omadsizniki esa aksincha faqat bir zumlik manfaatlar qiziqtiradi. Nima qilib bo'lsa ham ularga erishishga intiladi. Demak, omadsiz insonga nima ekan? Faqat bir martalik foyda qiziq. Hozirgi burnini tagidagi maqsadiga erishsa bo'ldi. Keyingisi qiziqmas unga. Ya'ni hozir bugungi kuni bilan yashaydi. Hozir bersang bo'ldi. Mana shu munosibating ham qiziqmas unga. Unga hozir bir marta pulini bersang bo'ldi. Shu pulni olsa-yu ketsa-da. Bunaqa odamlarni men hayotimda juda ko'p ko'rganman va men unaqa odamga yaqinlashmayman ham. Agar shunaqa odamligini bilib qolsam, men chiqib ketaman uni hayotimdan chiqarib yuboraman. O'zim yaqinlashmayman undan ham burunda. Unaqa odamlar bir martalik foyda uchun odam bo'ladi. Anaqa bo'ladi. Mana hozir seni puling bormi? Shu taklifni senga aytadi. Lekin senga mana shu taklif juda kerak, lekin ayni damda seni puling yetmasligi mumkinligini bilsa, u taklifni senga aytmaydi. Men sen do'sti, men 7 yillik dugonasi bo'lsang ham. Men bunga aytadi-da, buni pulini oladi. Tushunyapsizlarmi? Bular foyda ko'zlarilar hisoblanadi. Va bunaqa insonlar hech qachon sizga do'st bo'lmaydi. Bular sizni yarim yo'lda ham tashlab ketaveradi. Ana uzoq joylarga sayohatlarga chiqsangiz ham, buni foydasi bo'lsa bu bilan ketadi, bu foyda bersa bu bilan ketadi. Hozir siz nimadir bersangiz siz bilan qoladi. Mana shunaqa odamlar bor. Bular omadsiz insonlar hisoblanadi. Ishlari muvaffaqiyatli ketayotgan odam doimo ijobiy kayfiyatda bo'ladi. U quyosh ostida o'z o'rni borligiga va muvaffaqiyatlar u taqdim etuvchi xizmatlarning sifati va ko'lamiga bog'liq ekanligini yaxshi tushunadi. O'zidan kutayotganlaridan-da ko'ra ko'proq va yaxshiroq ishlash uning odatiga aylanib qolgan. Omadsiz odam esa ortiqcha kuch sarflamay yoki o'ziga tegishli bo'lmagan narsalardan foyda chiqarib olish imkoniyatlarini izlaydi. Ya'ni yulish payda bo'ladi. O'ziga tegishli bo'lmagan joylardan bir narsalarni yulib tashmalashni o'ylaydi. Yo'lg'ichlar bo'ladi. Bir kuchini sarflamasa-yu, lekin yulib ketsa qatladandir. Muvaffaqiyatga erishgan odam yaratuvchiga shukrona keltirishni va atrofdagi insonlarga yaxshilik qilishni unutmaydi. Mana, muvaffaqiyatga erishgan insonni tilida shukrona bo'ladi har doim. U Allohni yaxshi taniydi, boriga shukr qiladi, natijalarini ko'rishni boshlaydi. Omadsiz esa hech narsaga ishonmaydi. Mana, bizga tegishli gap. Tushundinglarmi? Mana psixologiyaga ham ishonmaydi ular. Hech narsaga ishonmaydi. Shuning uchun omadsiz bo'ladi. Mana, omadsiz hech narsaga ishonmaydi. Uni faqatgina boshqalarning hisobiga erishiladigan mol davlat qiziqtiradi xolos. Unga nima desangiz ham hech narsaga ishonmaydi, sizni mamlaqa anaqa aytayotgan gaplaringiz ham qiziqmas. Unga lish bir hozir mana burnini tagidagi pulni bersangiz bo'ldi. Mana shunaqa. Oxir oqibat ishlari muvaffaqiyatli ketayotgan inson va omadsiz odamning so'zlari hamda ishlaridagi farq kattalashadi. Har bir inson o'ziga va atrofdagilarga bo'lgan munosabatiga mos keluvchi hosilni o'radi. Tushundinglarmi? Demak, omadli inson, muvaffaqiyatli inson ham bilib ishini qilyapti, omadsiz ham
bilib o'zini tirikchiligini qilyapti. Nima eksa shuni o'rarkan keyin. Rostlam va shuning uchun boylar boyib ketaveradi, muvaffaqiyatlilar muvaffaqiyatli bo'lib ketaveradi, omadsizlar omadsiz bo'lib qolaveradi. Hozir biz sizlar bilan mana shuni ko'rib chiqdik. Nega hamma muvaffaqiyatga erishmaydini ko'rib o'qib chiqdik. Ana endi olgan insaytinglarni aytinglar. Nima insayt oldinglar bu asar, bu kitobdan? Nima fikringlarni o'zgartirdinglar? Va o'zinglarni nima shaxsiy savollaringlar bor bersanglar bo'ladi. Sizlar o'ylaguncha men biza mana shu yangi bo'ladigan ertaga mana bugun 5-may, ertaga bir kun o'tadi, 3-kuni, ya'ni 7-may kuni ertadan keyin bizani yangi kursimiz boshlanadi. Orzuga erishish, uy mashina olish kursi. Bu kursda biza sizlar bilan mana biza bu kitobda farqlarni aytib beryapti, biza o'tda sizlar bilan konkret texnikalarni ko'rib chiqamiz. Sizlarga aynan muvaffaqiyatga erishishda xalaqit qilayotgan bloklarni olib tashlaymiz va o'sha narsalarni yechasizlar. Mana bu kitobda biza ma'naviy narsalarni o'rganyapmiz, mana vizual ko'rib aytyapmiz. Biza kursda jonli tirik ilmlarni olamiz. Ya'ni nega sizda bunaqa bo'lyapti? Hozir mana shu narsalarga nega erisha olmayapsiz? Uni qadamlari o'rgatiladi. Qadamlari. Mana siz bu yerda bu inson qanaqa, omadli qanaqa, omadsiz qanaqa bilasiz. Xo'p, siz o'zingizni bu hozir bildingiz qanaqaligingizni. To'g'rilayapsiz, o'zingizni yaxshi tarafga o'tkazyapsiz, omadsizdan omadliga o'tkazishga harakatdasiz. Lekin qanday o'tkazishni bilmayotgan bo'lishingiz mumkin. Kitoblar har doim bizga foyda keltiradi, miyamizni chaqlaydi, tilimizni, so'z boyligimizni oshiradi, miyamizni, krugozorimizni oshiradi.